Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 10 yilning 2 kuni chorshanba. Yeni vatandan ajrab uchurlar keldi. Shuni sizlarga yetkazib qo'yay deb bu videoni tayyorlab o'tiryapman. O'tgan hafta video tayyorlamadim. Sizlarning xabaringlarda bo'lsa, biz juma kuni Ahmadjon Pidoyi bilan bir suhbat o'tkazdik videoliq. Meniki yaqinda shu 4 qilgan safarim haqida. Aslında bu başka iki video yakın kelip kalmışsın da ötken hafta onu bu videonun çıkamagan. Hazır bir kısım uçurlar kelip kaldı. Bugün sizlerge şunu yetkizip qo'yay. Bularniki bazıları ijobiy, bazıları salbiy deb qarashga bo'ladi. Konkretni qaysi ijobiy, qaysi salbiy buni har bir odamning tushunishiga bog'liq. Hozir bizga kelgan, menga kelgan bir uchur yaqinda ish kirdimi bir qism hükümet organları, hükümet amaldorlaridan tarkib topgan yoki axborot organlari mekin ish qilib Sharq Turkistonga tashrish umaklari kavitibdi ancha-muncha. Bular kelsa, ular bilan maxsus ushalni ko'chtiradigan bir top odamlarni tarbiyalabdi hukumat. Şinjan hukumati endi, yerlik hukumatlar. Ularga asosan kelib kirishganlar sen nima uchun lager kirib qolding deb so'rasa, ben torda dini əsəblikə ait bir nəslərini tarqatqandım, ondan təşviqat varlıqda tarqatqandım deysən deb məşədəb ügüdüdikə olağa, lekin kəgəlləgə aşkarlanan deydikən. Müştaq tərbiyələngəllərdən birisi sal təkşirib eqibdikən, müştaq torda dini əsəblikə ait bir nəslini tarqatsa və təşviqat varlıqda tarqatsa, onun onda qədər qançalık kesildiğallığını təşvirsə, 18 yıldan 20 yıl kesildikən onda qədər. Nəhayət eğir cəza ekəndə. Şuna bəzənlər bundaq işkirdən kelgan təşviq ümməkləri bilan ko'rishni rad qilganlarmi bor ekan. Nim bo'lsam bular turmushga kelsam mayli, men undaq demayman. Men bu qilmagan ishni qildim desam, sizlar meni 18 yildan 20 yilcha kesdi ekansizlar deb buni qilmagan ahvollarmi bor ekan. Demak, bu yerda shu ishlamaganda tashvirga kelganlar Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qanday zulmlarniki bo'layotganligini bilmay ekan. O'tganda men bir tashqi ministr darajalik amaldorniki Urumchiga tashrifga kelganligi haqida ozroq uchurlarni deb bergan. Uning bilan buni birlashtirsak, ish qilib, shu markaziy hukumat ichida yoki shu axborot organlarida Sharq Turkistonda Uyg'urlarga bo'layotgan zulmni bilmaydiganlar bor ekan. Shu qarag'an chog'da hozirgi necha million Uyg'urlarni lager ushlash ishini Xi Jinping hukumati butun Xitoy davlati miqyosida uni e'lon qilgan ish emas. Uni sal nafiy tutayotgan ishdek ko'rindi. Bir qism odamlar bildi ekan, bir qism odamlar bilmay ekan. Xitoy fuqarolaridan so'rasimi bu ishni aniq bilmay, asosan degidek bu yaxshi qildi, terrorchilarni, diniy asabiychilarni bostirib bizniki muqimligimizni yaxshilab turibdi deydiganlar ko'p. Uni mana shu muxbirlar ko'rishgan chog'dagi videolardan biz ko'p ko'rdik. Shunga ishkirdagilarniki bir qismini bilib, Uyg'urlarning boshiga kelgan zulmni qolganlar bilmay ekan deb tushunsak to'g'ri bo'ladi ekan. Hozir endi mana bu tekshirish punktlarini qurib, ko'chalardan ketayotgan yoki bir kirdiganlarniki kimligini tekshirish ishlari biroz ozayib ketdi hozir. Uning o'rniga yüzünü tanıydigan aparatlar bekitilibdi. Şu dükkan, magazin, işqilib ommaviy so'rovlarning hammasiga. 2 kun oldida bir video tarqatildi. Bu Facebook'dami, WhatsApp'dami birga topolmay qoldim. Uni bo'lmasa men Facebook chiqarib qo'yay degandim. Bolalarni bo'lsa men o'tib bersanglar. Boshlang'ich maktabdan bolalar maktabga kirayotgan vaqtida hammasi bir ekranga qarab o'ziniki yuzini tunish aparatiga bir qatim tashvit ekan o'zini. O aparat kirsan bo'ldi deskirdik ya bunun şeyde şunu qarab turdi ekan bir kamera deb narsa endi. Mush narsa hozir umumlashib ketdi. Sharq Turkistonda hozir hamma shu yuz tunish aparati qarab turib o'tidi ekan bir yerlar o'tmoqchi bo'lsa, masalan, mag'azalarga degandek. Lekin 9-ayning 1-kundan boshlab shu lager yoki turmlarda yetib chiqqan Uyg'urlarni do'konlarga kirgizmaydi ekan. Shu aparatga yüzünü tanıydigan aparatga qarag'an vaqtida bir narsa vaqiraydi ekan, o'shani saqchilar kelib, "Bekirsan bo'lmaydi" deb chiqirdi ekan ularni. Bularni kirgizmaslik uchun qaror var ekan jihatdan bu hozir ijro qilinib turibdi. Hozir Urumchida
Çinjanguani aktidikan degan xabarlar xilkan taqapdı yaqında kişinin kimisi işte xabar gapni anlatdı. Çinjanguani aktidikan deb. Bu rasmiy olganmi buni endi ikinci bilimiz Xudoyim bo'lsa. Ondan keyin sulaqda o'lib ketganlarni burun yerlik qo'yilib qo'yadi ekan. Masalan, ba'zilarni uyga olib yerlik qo'ysa bo'ldi ekan, garchiligi burungidek diniy urf odat bilan qilmasimi, har holda tuqqanlarining xil ko'plari ko'rib yo bir narsa qilar ekan. Lekin buni yaqinda o'zgartiribdi. Hozir lagerdagi turmada bir kim o'lsa, faqat uyda bir odam chaqirdi ekan, chaqirib kimga yagacha bilib berib, shu yerda kimga o'tirlab ekan. Hech qanday boshqa nima yo'q, qoidalar yo'qlamki kimga ekan. Anikin ölüş sebebini qat'iy məhbis saxlayken onu dəpəmək ekan. Aş bilib bağan bir adamın dəpəmək ekan. Bu nərsini bu gapni anlagandan keyin meniki kallam kelgan narsa hozir shu turli lagerlarda maqsadlik o'ltirayotganlarning soni nihoyatda ko'p bo'lishi mumkin degan bir o'yga keldim. U birisi, yana birisi ichki a'zolari setilib sho'rqilib ketib qolganlarni ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin deb. Bo'lmasa uydagilarga nima sababdan o'lganligini ishonmasa deb qo'yish kerak odatdan. Unda sababni o'ldi deb. Hozir shu butunlay yo'qlamkan. Odamlar o'lsa, butunlay olib ko'madi ekan, bir taraf qo'ydi ekan, o'limning sababini demaydi qat'iy. Hozir bu umumimizga ahvol o'zgarib ketdi. Hozir yana nihoyatda ko'p odamlarni lagerdan turmalarga kesat qilib turibdi. Men buni burun degan, burun shu janubdagi bir qism yerlarda bir lagerda kuniga 500 ming odamga rasmiy qamoq jazosi belgilab turibdi degan gapni men burun anglagan. Buni mana videolarni birisi dedim. Hozir endi buniki qadimi intayin tezga odatda bunday ish sotning ichida bo'ldi ekan. Onun sotda bir sotchi, bir mahalla odami, ondan keyin yana bir advokat 3 kishilar bor ekan. Shu odamni birdan-biridan akrablar sinamki bunday jinoyatim bor. Manchilik kesildiğinde quli qog'ozni tutib ekan, shu yerda o'tirib turmoqchi ekan. Demak, bu xabarni anglab meni kallam kelgan narsa hozir endi lagerdan turmaga o'tkazayotganlarning soni aytdi zo'r miqdorda ko'payibdi degan narsani o'yladim men. Rasmiy tushunchak oddiy deydi. Yana bir xo'sh xabar vatandagilar chet elliklardan aytdi rozi ekan. Chet elliklardan qo'rqqanini. Ular asosan bir xil maxfiy belgilar bilan yo maxfiy so'zlar bilan ba'zi shularni yetkazibdi. Mazmun demiş chet elda qo'rqqanlarni qilinglar bo'lsa kuchaytinglar, jaraq qilinglar degandek mazmunda. Hozir chet elda bo'layotgan siyosiy harakat, siyosiy faoliyatlar vatandagilarniki zulmini sal aslidagidan sal azaytishga foydasi bo'lgandek. Shunga vatandagilar buni rozilik bildiribdi. Yaqinda bir YouTube videosini chiqdi, shu vatanda lagerga chiqqan bir xonimniki. U xonimmi o'ziniki mushtarak tasarruflarini dedi. Buningda biz nima qo'llaymiz desa, chet eldagilar buningda kim qilchi bo'shab qolmay bo'lsa haslab tirsak bo'ldi ekan degan narsani kirib olib bo'ldi. Xitoylarniki asli plani bek cho'ng. Men buni yaqinqi videolarning hammasini deb kelyapman. Hozir endi chet eldagi uyg'urlarniki faoliyatlari va chet el hukumatlari bo'lib Amerika hukumatiniki besim bilan Xitoymi burungi planini sal aynan ijro qilishga ko'z yetmayotgandek ahvollarni his qilganning alomatlari ko'rinib o'tibdi hozir. Lekin ular qilchimi kayniga yanmabdi texchilik. Planni burunqidek ijro qilibdi hozirmi, lekin asli planning hammani ijro qilishda bir qism qiyinchilik uchraydi ekanmiz deb biroz ashtaq bir o'ylanayotgan alomatlar bor ekan. Bu xabar keldi menga. Hozir shu bir qism odamlarni qo'yib yetibdi lagerlardan. O qo'yayotgan odamning soni qanchalik, nelardan qo'yayotgan bu to'g'ri uchur yo'q. Ondan keyin shu burun sulvoganlarniki bir qismlarini shu lagerlarning atrofidagi, turmalarning atrofidagi zavodlarga o'rlashtirib ekan. Burun yerda uyga qaytdi ekanman, 7 kun ishlaygandik. Hozir ularni endi 5 kun ishlab, shanba kuni uyga kelganda quydigan qilibdi. Endi bu ahvolmi uniki doirasida qanchalik bu hammalar uchun shunday bo'ldimi yoki bir qismlar uchunmi bu aniq emas. Men kelgan uchun hozir shu zavodga o'rlashtirayotgan kishilar shanba kuni uyga bosib bo'lgan qilibdi degan uchun oldim. Bugun Jini Bunin degan qarindishimiz
Şahit biz degan to'rbetni qurib, shu lager qurbonlarini tizimlayotgan qarindoshimiz degan bir maqola e'lon qildi inglizcha. Endi u Qozog'istonga berib, lagerda yetib Qozog'istonga chiqqan kishilarni jiq tekshirgan. Shu maqolaniki mazmunida asosan shu Qozog'istondagilar debdagi ahvol ko'p ekan. Shuning ichida Urumchidagi bir qancha turmalarniki silinish ahvoli qachon silingan, qanday kengaygan, uning atrofiga qanday zavodlar silingan, shu ahvollarni xili tafsiliy bayon qildi maqolasida. Men bu maqolaniki tur adresini degan shu videoni asra chiqarib qo'yman. İngiliz bildiğinler ko'p aqsanlar bo'ladi. Hozir turma lagerning atrofiga zavod silib, u yerda Uyg'urlarni bekaga ishlatayotgan ahvol intayin og'ir. Endi bizga bu qator mankan uchrashadimi? Shu idora jamiyatdagi qozoqlarning hammasini degan tutib ketibdi bular. Hammasini tutib lagerlarga solab, ularga maosh bermay ekan, aslida ularga bergan maoshni hozir shu lagerga ishlatibdi bular. Buning maoshini to'xtatib, u pulni lager uchun ishlatibdi. Mushta uçuruluk geldi. Yani bana kelgende Kazak qarindoshlar uchun degan xabar keldi. İdara cemiyat ishlaydigan Qozog'larniki hammasini suv etibdi degan. Endi Uyg'urlar ahvoli qanchalik buni bilib olmaydi. Bu tarafda menga uchur yo'q, uchur kelmadi. Andan keyin vatandagi Uyg'urlarniki eng ko'p ko'radigan televizor xabari Xitoy Tashqi ishlar ministri bayonotchisiniki bayonoti ekan, kunlik bayonoti. Kishilar uni ancha yaxshi ko'rib kirdi ekan. Ashni ko'rish orqali chet elda nima ishlarning bo'layotganligini, chet el hukumatlari, masalan Amerika nima ishlarning qilayotganligi, Uyg'urlarning nima ishlarning qilayotganligini shu tashqi ishlar ministriniki bayonotchisining og'zidan anglar ekan. Shuni anglab turib, shuni tahlil qilib yurib, mana ish o'tibdi deb shuni shayda olgan bo'libdi hozir. Ondan keyin hozir shu jeniga eng qattiq tuyib ketganlar Uyg'urlarning ichidagi shu idora jamiyat ishlaydiganlar ekan. Bularni intayin qaqshitib ashta qilibdi. Shu 2017-yildan boshlab har yilda har bir odam ta'sirot maqolasi va boshqa narsalarni yozibdi majburiy. Ashta qilib bir yilda nayta qilim daftardan 30 daftarni to'ldiribdi bular. Ashta qilib jenilardan liqqada tuyib hozir ashta qolib ketibdi. Ashta bo'lg'achqa ularning qo'shilidagi nafratmi hozir shu Uyg'ur jamiyatida eng kuchli idora jamiyat odamlarida. Shu patlab ketay degan holat kelib qoldi degan xabarni oldim men. Hozir endi Xitoylardan Uyg'ur nupusini surishti qilman desak, bizda Uyg'ur degan millat yo'q, bizda Junxo millati degan millat bor deb javob beradigan darajaga kelibdi hozir. Ehtimol ko'rdinglar 11 kundagi paraddan o'tishdiki Şinjan ko'rgazma mashinasi, uni men Facebookga chiqarib qo'ydim. Asosan bir er bilan bir ayol do'pi kelgan, qolgan kiyimlari butunlay Xitoycha, biroq Uyg'urlarnikidek emas. Ondan keyin 1 oktyabr munosabati bilan cho'ng bir o'yin qo'yish ishim bo'ldi. Uning ichida Şinjanliklarning usul o'yini degan o'yinda endi bizniki 12 muqomdan bir naqshni o'zgartirib Xitoycha aytibdi. Naqshniki muzikasniki bir qismi Uyg'urcha, qolgani Xitoycha, teksti butunlay so'zi Xitoycha, o'ynagan usullari Uyg'urcha, Xitoycha olishibroq. Artistlarniki tandan tulsa Xitoydek ko'rindi ekan. Aniq darajasi yuqori emas ekan, ko'rinishda ko'rindi. Endi shunga hozir bora-bora Xitoylarniki tutayotgan yo'nalishini nima desanglar, burungi osonlik millatlarni, yerlik millatlarni ayrim-ayrim atamay, hammasini Junxo millati deb ashta ataydiganga qarab Mong'ol turibdi. Endi bu to'g'riliq bundan tadrijiy bu narsalarni ko'p ko'rganda qilamiz. Millatlarning ismi yo'q, hammasini Junxo millati deb, undan keyin Şinjanda manchini nupus va Shizan manchini nupus va degandek gaplarni ko'p anlaydi o'xshaymiz. Kilarchilikqa bir nupus tekshirish vaqt Xitoyda har 10 yilda bir qatim nupus tekshirish bo'ladi. Bu qatimqisi 2020-yil bo'ladi. Shu chaqda bu ish to'g'riliq biroz ushlarga erishalaymiz. Xitoyda 2017-yildan boshlab millat ayrışını tügütüptü. 2017 millat ayrışını. Hiç qandaq yerdə asalıq millatlarının namını, nüfusunu və başqa uçurlarını tılğamay ekan. Bundan keyin Xitoylar faqat bir ismini, ya'ni Junxo millati degan gapni ishlatadi ekan. Undaqda Xitoylarda
biror millatniki alayda uchurlarini bevosita to'rdan izlash bundan keyin nihoyatda tasga to'xtagudek. Uyg'urlar hozirdan boshlab vaqtni chin tutib, barliq egallagan uchurlarini texnik chin saqlash kerak ekan. Mumkin bo'lsa barliq torbatlardagi torbatlar uchurlarni chuqur saqlab qo'yish, undan boshqa mana shu Xitoyning torbatlaridagi Uyg'urlarga oid uchurlarni tushirib saqlab qo'yishmishda chet eldagi Uyg'urlar bir umumyuzlik harakat qilib o'zimiz qiziqqan dairada bo'lsa mayli mushiyat bir kuchsak endi tadricada bizniki o'zimizga oid torbatdagi mana shu Xitoyniki torbatlaridagi uchurlarmi buningdagi butunlay yo'qolib ketgan o'xshaydi. Men tunugim bilgan Xitoyniki baidu.com degan torbatga kirib Viewers.zu deb kirib biroz tekshirib baktım. Bu mana shu Viewers.zu deb Uyg'ur millati deb tilga olgan, so'zni tilga olgan rasmiy hujjatni topolmadim asosan 2018-2019 yillari. Burunqilari bor ekan, 2017 yilda burunqilari bor ekan. Lekin 2002 yilda ular narsalarni uchratolmadim men. Shu qilib hozir endi mushiyatda nihoyatda tiz, shiddatli o'zgarish bo'lib turibdi Uyg'urlarniki ahvolida. Xitoylar 2017 yili mana shu Xinjiang to'g'riliq 2 soatlik bir video ishlab ekan. Bu videoda bir qancha Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazibdi. Aslında mı qat'iy ularniki millatini tilga olmabdi, qat'iy lamkin ularning ismini bevosita atab ashuna qilibdi. Shunga endi bundan keyin mayli Xinjiangniki har qanday to'rbeti bo'lsin, televiziyasida bo'lsin, radio, gazetlarda bo'lsin, Uyg'ur degan gapni tilga olish butunlay to'xtaldi ekan. To'xtalgan o'xshaydi endi. Bunday gaplarni topilolmay ekan. Agar mana shu markaziy radio stansiya, markaziy televizorlarni ko'rayotgan qarindoshlar bu jihatdagi ahvollarni bilsanglar, imkon shaklda yozib qo'yinglar, bizni xabar topib qolaylik. Endi hozirgi yuzlanish shu tarafga qarab men aytibdim. Endi ehtimol bu Xitoycha yoki inglizcha gazetlarni ko'radigan qarindoshlar ehtimol ko'rdinglar. Bir qancha kun oldida 9-oyniki 26-kuni New York davri gazetiga bir maqola chiqdi. Onunki temisi Jungo hükümeti Xinjiang meselesinde dünyaniki sükûtda turishini qo'lga keltirishda muvaffaqiyat qozondi degan bir maqola chiqdi. 9-oyniki 26-kuni. Buniki inglizcha bilan xitoychasi bor. Demak, buni hamiz ko'ryapmiz yaqindagi bu ishlarni. Uyg'ur meselesinde bu dünya yenilam sükûtda hozir. Yenilam sükûtda. Yaqinda mana bu nimada BDT'da nayt ko'p yosh faoliyatlar bo'ldi. Uning birisi diniy erkinlik yig'ini. Buni Amerika urlashtirdi. BDT'da Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Trump'ın so'zida. Trump so'zlagan chog'da hozir xalqaro dunyoda diniy jihatda zulm uchrayotgan, ziyoga uchrayotgan diniy guruhlarni tilga oldi. Lekin bunun içinde Uygurlar yok. Hristiyanlar, Judaizm, Buddistlar diğerlerine tilga oldi. Lekin Uygur yok bunun içinde. Ondan keyin Erdoğan mı şu bu qatim aşığın qatnashib bo'lganisi bilan Amerikaga kelib ekan. Uni bir yerda bir muxbirlar yig'in ochib, u yig'indami Falastinlik, Suriyalik, Kashmirlik va Rohingyalarni tilga oldi. Hozir dunyoda mana shu zulm uchrayotgan musulmonlar deb. Lekin Uyg'urlarni qattiq tilga olmadi. Endi hozir diniy guruhlarida zulmga eng og'ir uchrayotgan Uyg'ur. Lekin bu Uyg'ur degan gap bularning og'zidan chiqmadi. Donald Trumpning og'zidan chiqmadi, Erdo'g'anning og'zidan chiqmadi. Amerikaniki qolgan cho'ng amirlarlari tilga oldi. Amerikaniki muavin prezidenti Mike Pence bilan Pompeo, Tashqi ishlar ministri Pompeo bular tilga oldi. Degan qolgan ikkisi tilga olmadi. Shunga umuman aytgan chog'da garchi bir qism sohalarda Uyg'ur masalasida bir ilgirlash bo'lsa-mu, Uyg'ur masalasini xalqarlashtirish jihatda ilgirlashlar bo'lsa-mu, lekin yana Uyg'urlar ichida tub o'zgarish yo'q. Hozirda hal qilg'ish bir narsa, bir tadbir qo'llanilgani yo'q. Hozirga qadar xalqarodan bir ümek berib tekshirgani yo'q bizning vatanga ishlarni. Ashta bu boshqa Uyg'urlarniki
lagerga solingan adamlarning soni jihatda intayin xato uchur mavjud hozirmi. Mushqatimmi shu BDTdagi isbotga chiqqanlar yoki so'z qilganlarniki til olgan soni 1 million yoki 2 million lagerga solinganlar. Lekin men deyapman, hozir lager turmaga sulangan, ishkirga yetkab akitilgan maxfiy holda, ondan o'ldirilganlarning Uyg'urlarning soni 5 million bilan 6 millionga boradi. Men sizlarga endi shu videoning ostiga bir rasmni qo'yib qo'yaman. U 1990-yili shu Xitoy hukumati tomonidan chiqarilgan bir rasm ekan. Uyg'urlarning tarqalish ahvoli. Ahvolida asosan Qashqar bilan Xotan'da Uyg'urlarning nüfus intayin ko'p 90%dan yuqori. Endi hozir men bu videolardan dedim, hammamiz anlab turyapmiz. Qashqar va Xotan'da asosan sırt kuşlarda mağdurgan Uyg'urlar qolmadi. Uyg'urlarning hammasi yo'qolib ketdi. Bu Uyg'urlar yo'qolib ketdi degan gap, Uyg'urlarning nüfusniki tangdan to'lasi yo'qolib ketdi degan gap. Yoki lagerga, yoki turmaga, yoki ishkirga. Ashundaq turibmi, biz hozirga qadar 2018 yil 1-oyda boshlangan 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni lagerga suvatdi degan gap, yenilam shu gap bo'yicha turyapti hozirmi? Xalqaraning og'zida. Mayli media bo'lsin, mayli hukumat amaldorlari bo'lsin. Buni o'zgartirishimiz kerak. Hech bo'lmagan chog'da Uyg'urlar o'zgartirish kerak. Agar siz bir yerda so'zlagan bo'lib, agar sizning so'zingizning tekstiga shu sizni so'zlashga ulashtirgan o'rin olishmasa, agar siz aniq da'vasingiz bo'ladi. Hozir xalqarada 1-2 million degan so'z bor, ammo bizniki Sharqiy Turkistondan bevosita kelgan ushumizga asoslangan chog'da hozir tutilib ketgan, turmuslangan, lagerslangan, ishkiga o'tkab akitilgan, o'ldirilgan Uyg'urlarning soni 5 milliondan oshdi. Nimishqa desa, hozirga qadar xalqaro bir rasmiy tekshirmadi bizning vatanni. Tekshirmadi, hozirmi shu burungi shu 2 yillarning oldidagi gapni shu ichilib bo'lar. Lekin vatandagi ahvol pek echinishli. Ma kimniki Jenebuniki biga yozgan maqolasini o'qib qo'yganlar. Hozir shu lagerdan turmaga o'tkab akatgan odamlar pek ko'p, intayin ig'ir kesim bilan mumkin. Shunga hozirgi shuar lagerni tarqatsin degan shuar davomliq bor. Lekin mening farzimcha bu amalan lagerga 1 million odam sulanliq deyilgani uchun hozir Xitoylar Sharq Turkistondagi Turkistondan 1 million odamni lagerda saqlab, qolganlarni butunlay boshqa bir tarafga o'tib boradi. Turmaga kelyapti, ishkirga kelyapti, o'ldirib boradi. Bugun yana bir video chiqdi, men o'zimniki Facebookga chiqib qo'ydim buni. Men buni deganman, o'tgan yilning oxirida boshlab davotgan Gansuga bir cho'ng lager yasalganligini. Uninga 300 ming bilan 1 million atrofida odam bor ekan. Gansuga. Uning Gansu silinishi Sharq Turkistonning endi bo'lgani uchun. Lekin bu lager bir sayni o'tirsida saqchi beqishdan vojib yo'q. Nimishqa desa, u yerda qashqan odam subayga borolmaydi, yo'lda yuradi. Ashta bir holatda. Meniki e'lon qilingan bir Xitoy ziyolisi shu nima Sunyamradagi rasmlarni tashish orqali Sharqiy Turkistondagi lagerlarning sig'imi 1.3 million deb chiqqan. Bu shu Sunyamrada tatgan rasmlarga qarab turib. Ama nurg'un lagerlar var, yer astı lagerlar, mesela turmalar, yaqinda bu to'g'ri xabar chiqdi. Ondan keyin shaharda boshqa binolarning ichiga yushinib ketgan lagerlar chiq. Hozir Xitoylar bir qism odamlarni ashtaq lager shaklida ommaga yerlarga yo'tkab tarqatib turibdi. Buni qilib hozir. Ashtaq bo'g'ashqa agar biz bu haqiqiy ahvolni biz Uyg'urlar o'zimiz demasak, haqiqat demaydi buni. Bu yerda haqiqatan bir nima credit inovat meselesi var. Biz ispat yoktu. İspat yok. Qanday qilib isbatni nereden qilamiz biz? Xitoy ashtaqa qattiq kontrol qilsa, xalqaro berib tashrimisa buni. Zodi emniyat nemish bo'lyapti Uyg'urlarniki, Uyg'ur zaminida zodi qanday o'zgarish bo'lib bo'ldi hozir. Uyg'urlar nega ketdi? Qashqa Xotandagi Uyg'urlar nega ketdi? Buni hech kim berib tekshirib boqmasa, buni gapini bizmi qilmasa, xalqmi qilmasa, biz boshqa egishib, boshqa nima shuni desak, ahvolimiz o'zgarish bo'lamdi. Bizga foydalimi bu ish? Şu bu jihatda shu leksiya so'zlaydigan yoki muxbirlar so'zlaydigan yoki hukumat amaldori so'zlaydigan qarindoshlar desanlarmish gapni. Uni aniqlab qo'yish kerak. Bizniki bevosita egalgan ahvolimiz ma'vu. Buni isbotlamaymiz. Ammo sizlar berib tashimidinglar, lekin bizni qilgan ahvolimiz ma'vu deb qo'yish kerak. Bu ish kino oshkorlandi. Lekin bu ish qancha kechiksa, bizga bo'lgan ziyon shuncha olib ketadi.
Şuna bu cihetde hemmimiz köngül bolsak, men buni tul dep keldim. Hazır kadar özemlik liseyalarda izchil dep kibatim özem bildigan sanni. Dep bilme bu işini. Xalqara hazır şu muxbirchilik kelgan chaqda Uyg'ur masalasida intayin adolatsizlik qilyotidi. Xitoylarniki shunchalik bir yolg'onchi, qabiy hokimiyat ekanligini bilib turib, Xitoylar nimani desa yoki shu o'zlari nimani faraz qilib deyapti, biz Uyg'urlar o'zimiz qo'l tishlagan isbotlarni ishlatmayapti deb bu gapni davatmayman. Buni hammamiz deyishimiz kerak. Agar biz demasak haq uqmaydi buni. Bu bir masala. Yana bir masala men yaqinda ko'rgan bir ahvol. Müşqatimki biz BDT'deki yığınlarda ispat berishlar bo'ldi, so'zlashlar bo'ldi. Pompeo bilan Mike Pence bular shu Uyg'ur masalasi to'xtalgan chog'da 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni lagerga sulvatdi degandek gaplarni qildi. Ashta gaplarni qildi. Andan lekin shu diniy jihatdan ziyonkashlikka uchragan millatlarni tilga olgan chog'da Donald Trump, Pence, andan Pompeo hammasi Hristiyan, Judaizmchilar, andan Buddistlar, andan Müslümanlar deb Müslümanlarni 4-chi o'ringa qo'ydi. Andan ba'zi Uyg'urlar so'zlagan chog'dami Müslümanni 3-chi yoki 4-chi o'ringa qo'yib so'zlayotdi. Uyg'urlar so'zlagan chog'da chuqum Müslümanlarni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Bu siyosat. Siyosat ashtaq bo'ladi. Her bir millat so'zlagan chog'da o'zining millatini birinchi o'ringa qo'yadi. Bu xalqaro munosabatning qoidasi bu. Men u xalqaro munosabat kasbida o'qib boqmagan, lekin uzun muddatcha kuzatib yurib bayqagan narsam shu. Shunga biz Uyg'urlar so'zlagan chog'da chuqum Uyg'urlarni birinchi o'ringa qo'yaylik. Bu jihatda mardlik qilmasak ham bo'ladi. Nima desa, biz dunyoda intan bichar millat, biz boshqa uchun belki haq etmasakmi, boshqa uchun qiladiganlar bor, o'z odamlar bor. Uyg'urlar chuqum Uyg'urlarni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Mana shuni ta'kidlab qo'ydim. Yeni bir qism mühim uçurlar var. Yakında chet elda bir qarindishimiz Xitoylar e'lon qilgan ma'lumotlarga asosan hozir tutilib ketgan, sulangan Uyg'urlarniki soni qanchalik buni bir ilmiy usulda hisoblab chiqdi. Men uni bilgansam video bak uzalab ketadi. Shunga uni bir ayrim program ishlab tushundirib o maqolani tabletga qo'yib qo'ymayman. Bilgancha mushuncha so'zlay. Maqolamsa emir qatam ko'rishga abol bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.